Allah'ın El-Hasib degan ism sifatlari haqida tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvendi dehtanlarga Ustaz Abduveli Qari Rahimahullah'ın Kur'an ve sünnet nuri aslida Allah subhanahu ve Teala'nın güzel isim sıfatlarının kısqacha tafsirleri dersliklerinden Allah'ın El-Hasib degan ism sifatlari haqida tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın El-Hasib degan ism sifatlari haqida tafsirlar. Allah'ın bu ism sifatları Kur'an'da 3 yerde tilga ilingan. Yani Nisa suresi 86. ayetide Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. tercümesi sizlarga bir kishi salom bersa, uningga texmi yaxshi salom bilan javob qaytaringlar. Ya'ni bir kishi assalomu alaykum deb salom bersa, uningga va alaykum salam va rahmatullohi va barakatuh denglar. Yoki uning salomini aynan qaytaringlar. Ya'ni va alaykum salam denglar. Allah hakikaten hamma narsadan, yani bendilerinin çok küçük işlerden hesap algıcıdır. El-Hasib, küpayi kılgıcı. Allah subhanahu ve Teala alemdeki her bir narsaga küpayi kılgıcı. Ona yeterlik bo'lgan narsalarni ta'minlovchi zatdir. Kimiki her bir ishida Allah uchun ish qilsa, Allah ona küpayidir. Allah subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Aleyhisallahu bikafin abdeh tercümesi Allah bendisiga, yani Muhammed aleyhisselamni qo'g'dashga ve onunla yardım berishga yeterlik emasmi? Sure Zumar 36. ayeti. Allah elbette yeterlik ve kifoya qilg'uchidir. Lekin insan Allah'ın bendisi bo'lishi kerak. Shuning uchun inson Allah'ın bendisi bo'lsa, Allah ona elbette kifoya qiladi. İnsan kemtuk nazarida o'zini yeyish, ichishdan bo'lgan ehtiyojini bilib, yer ve osmonga muhtojligini bilib, atrofdagi mavjudotlardan o'ziga bir ta'sir elayotganligini bilib, Allah'ın kifoya qilg'uchi sifatini esidan chiqarib qo'ydi. Lekin tafsili bir nazar tashlasa, alemdeki hamma mavjudotlarni uning xizmatiga selib qo'ygan zot Allah subhanahu ve Teala'dır. Shuning uchun Al-Hasib sifatini bilgandan keyin banda atrofdagi barliq mavjudotlarni insonning xizmatiga selib qo'ygan yaratquchisini tonib, Allohdan boshqaga umid qilmaslikqa harakat qilish kerak. Hatta arifi billahlar jannatni umid qilmasdan Allohning roziligini umid qilib harakat qilgan. Hatta shunchalik darajaga yetishga harakat qilish kerakki, jahannam o'tidan saqlanishni esidan chiqarib, Allah'ın razılıqını közlep harakat qilishga intilish kerak. Chunki Allah shu bendining umid qilgan narsasiga o'zi kifoya qiladi. Kimiki her bir amalida Allah uchun amal qilsa, Allah uning xizmatida bo'ladi. Arifi billah degan Allah'ni bilgan, tonigan, ilm irfan sahibi. Allah'ın rızasını kazangan, onun muhabbetinden başkasını kalbinden çıkargan, yetişip kamalığı yetken alim zattır. Kur'an ve hadislerde Allah'ın bu isim sıfatlarına alakadar tüvendeki mezmunlar tilga ilingan. Sure Talaq 3. ayetide
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Tercümesi: Allah onunğa oylamagan yerden rızık berdi. Kimiki Allah'a tevekkül qilsa, Allah onunğa küfayi qılıdı. Allah hakikaten maqsadiga yetalaydi. Allah hakikaten her bir narsa üçün muayyen miqdar, muayyen vaqt belgiledi. Sura Nisa 6. ayetide: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Tercümesi: Yetimlerini balağatga yetkenga qadar sınap turunglar. Ularda mallarını başqura alaydigan holatni bayqasanglar, ularga mal mülkini tapşırıp beringlar. Ularning cho'ng bo'lib kelishidan qo'rqib, mal mülkini buzib chechib yevanmanglar. Yetimga vasi bo'lganlar kimiki boy ekan, vasi bo'lganlik haqqi uchun yetimning mal mülkini yeyishdan o'zini saqlasin. Sizlardan kimiki yo'qsul ekan, u o'z amgigining haqqi uchun muvofiq ravishda yesin. Ular, ya'ni balog'atga yetgan yetimlarning mal mulkini topshirib beradigan chaqda boshqalarni guvoh qilib qo'yinglar. Alloh hisob elishga yetarlikdir. Sura İmran 173. ayetida: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Tercümesi: Müşriklar tarafdari bo'lgan odamlar ularga shek shubhisizki kishilar, ya'ni Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi. Ulardan qo'rqinglar dedi. Bu so'z ularning iymonini kuchaytirdi. Ular bizga Alloh kifoya, Alloh nima degan yaxshi homiy dedi. Sura Tavba 59. oyatlarda: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Tercümesi: Eğer ular Allah'ın ve Allah'ın peygamberinin ulağa beginiga razı bolsa ve Allah bizge kifoya qiladi, Allah ve onun peygamberi bizge öz fazlidan ata qiladi. Biz hakikaten Allah'tan Allah'ın fazlini, ihsanını ötünüp so'rg'ichilarmiz dese, elbette ular uchun yaxshi bo'ladi. Sura Enbiya 47. ayeti: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Tercümesi: Kıyamet günü biz emeller tartıldıgan adalet tarazisini o'rnatamiz.
hech odamga qilchi uvol qilinmaydi. Ya'ni yaxshi odamning yaxshiligi kamaytirib etilmaydi. Yomon odamning yomonligi oshirib etilmaydi. Agar uning qishichaqliq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bendilerning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. Sura An'am 62-oyatida ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Tercümesi andın ula yani bendiler hak hüküm kılgıcı egisi Allah'ın dergahı qaytırılıdı. Kıyamet günü hüküm kılış yalğız Allah kılı hastır. Allah en tizi hesap algıcıdır. Hadislerden Peygamber aleyhissalatu vesselam biraderini beklim maqtab medhiyligen kişiye senin halın vay. Sen biraderinin boynunu üzüp taşladın. Sen biraderinin boynunu kesip taşladın dep bir neçe qitim tekrar edildi. Andın keyin mundaq dedi. Sizler birsinglar biraderini ziyade maqtab ketmisin. Eğer zadım maqtamısı bo'lmaydigan ahvol bo'lsa, men falanini mundaqmiki deb o'ylayman. Allah uning hisobini o'z oladi. Men birsini aqlab o'ltirmayman. Eğer u kishi birodarimning ahvolini to'liq bilsa, men uni mundaqmikin deb o'ylayman desin. Buxoriy 2662-hadis. Muslim 7692-hadis. Peygamber aleyhissalatu vesselam mundaq degan. Allah mundaq deydi. Men mu'min bendemning dunyodagi eng yaxshi ko'radigan odamini qabz ruh qilsam, u savob umid qilib sabr qilsa, men uni dargohimdagi jannat bilan mukofotlayman. La ilaha illalloh. Buxoriy 6424-hadis. Elhamdülillah, yuqorida Allah subhanahu wa ta'ala'nın El-Hasib degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.